Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan biz esseni qanday yozishni o'rganamiz. Mana esseni nimadan yozishimiz kerak? Bugungi kuni boshida kirish yozasizlar. Bugungi globallashuv zamonda mavzusi nimadaligini yozamiz va to'g'risida turli xil qarama-qarshi fikrlar paydo bo'lmoqda deb yozasiz. Keyin ba'zilar o'sha birinchi tomonni sinonimni yozib, afzal deb hisoblaysa, boshqalar o'sha ikkinchi sinonimni ustun tanlov sifatida bilishadi deydi. Xo'sh, aslida qaysi biri manfaatliroq desangiz, o'sha kirishingizda yaxshigina 50 dan ortiq so'z bo'ladi. Va keyin asosiy qism 3 ta tomonga bo'ladi. Bu meni fikrimcha bo'lib qoladi. Hop, birinchi tomon mazkur masala yuzasidan birinchi fikr tarafdorlari shu birinchi tomon sinonimlarni yozib e'tirof etib ketasiz. Ekanini e'tirof etib, bu fikrga kirish uchun esa ularda yetarlicha sabablar borligini ta'kidlashadi deysizda. Avvalo deysiz, birinchi sabab. Keyin yozaverasiz, o'zingiz sabablar, o'sha mavzuga oid sabablarni nima deydi, yaxshi tomonlarni yozasiz. Shuningdek, ikkinchi sababini yana yozasiz va xususan deysiz, tepadagi sabablarga dalil keltirasiz. Qanday dalil keltirish mumkin? Masalan, любой odam ism familiyasini olib, shu palonchi, pistonchi aytishi bo'yicha shunaqa deb dalil keltirib qo'ysangiz, уже sizda 60 dan ortiq so'z bo'ladi. Endi ikkinchi tomonni ko'rib chiqamiz. Haqiqat bahslar munozara aks etganlaridek ushbu munozara bo'yicha ikkinchi tomonning qarama-qarshi va munozaralarini biroz farqli va ularning fikricha shu ikkinchi tomon mavzusini e'tirof etib ketasiz yana. Keyin birinchi va ikkinchi sabablari jumla. Nimaga shuningdek ba'da xususan qildik? Bu yerda nimaga? Chunki bir-biriga bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Chunki essechilar tekshirayotganda xuddi shu anaqalarga qarab o'tadi. Birinchi sabab va ikkinchi yaxshi tomonlarda jumladan deysiz, tepa yana dalil keltirasiz. Haligi aytganimdek o'sha statistikani keltirasizmi, u endi o'zingiz mening nazarimcha, mening fikrimcha ham bo'laveradi. Tanlagan tomoningizni shu yozasiz, o'zingiz bilgan yaxshi tomonni yozasiz. Yo'q, bu tanlamagan tomoningizni yozar ekansiz. Ko'z yuma olmasam-da, men tanlagan tomoningiz deb bilaman. Chunki sabab va dalillar nimada, o'sha sizga nimaga yoqqanligini yozasiz. Va xulosa qilib aytganda, tanlagan tarafingizni yozib, jamiyat va xalq uchun manfaatliroq bo'lar edi deb yozasiz. Zero aqlliga, masalan, qanaqa bironta maqol keltirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana shunda esse уже yaxshigina 250 dan ortiq so'z bo'ladi va sizda yaxshigina 70 plusli esse bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz.